So, part 2 haqida gaplashaylik, chunki bizga part 2 bilan story o'ta ham kerak va ko'pchilik part 2 da 2 minut gapirib bera olmaydi. O'shani gaplashamiz bugun. 1 minut tayyorlangan beradi, 2 minut gapirishingiz kerak. IELTSdagidek 1 minut 45 sekund gapirsangiz mayli demaydi. Siz oxirigacha, как rekord qilyaptim sizni, doimiy gapirib borsangiz bu yaxshi. U degani bitta narsani qayta-qayta gapiravermaysiz. O'shuning uchun 2 minutga yetkazib, chiroyli qilib gapirish uchun, haligi o'lganni kundan gapirish emas, aravani qurib olib qochish emas, shu qilib bo'lish uchun qanaqa yondashish kerak gaplashamiz. So part 2 da sizga nima aytib beriladi? Describe a time, describe a place, describe a person deyish mumkin. Masalan, bizda tell me about your favorite kind of music deyapti. Xuddi shuni describe your favorite music deb berish ham mumkin-da, farqi yo'q. Ba'zi o'quvchilar shunaqangi yopishib oladiki, voy, men describe degan narsaga tayyorlanuvdim, tell me degani tushdi, o'shuning uchun teacher men yaxshi gapira olmay chiqdim deydi. Guys, hammasi speaking levels haqida. That's it. Unaqangi har bitta joyiga urg'uni qaratmaymiz. So, demak, yoqtirgan muzikamizni aytishimiz kerak. Keyin qachon eshitamiz uni? Keyin what is the music like in your country? Aha, mamlakatimizda kim nima muzika eshitadi? O'shani gapirishimiz kerak. Sizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa nima so'ralayotganini tushunib olish. Mana uni tushunib olgandan keyin notes olish. Notesni bitta o'quvchim aytib chiqdi, paper bermayapti-kan dedi. Aslida beradi. Ya'ni sizga bo'sh qog'oz beriladi ruchka bilan notes olish uchun. Ya'ni gapiradigan gaplaringizni bitta ikkitasini yozib olishingiz uchun. Gap deganda rostakam gap emas, notes endi o'zbekcha nima deydi? Qayd deydimi? Shunaqa narsada. Men so'zlarni yozib olaman. Masalan, demak, music mavzu tushdimi? Music tursin. Musicni gapirishim kerak. Yoqtirganim nima? Masalan, pop musicni yoqtiraman deyishim mumkin. Nimagaligini, whyligini berib ketishingiz kerak. Whyligini berish uchun why deb yozib qo'yamiz. Sizga qanaqadir feeling beradi, birorta feeling. Masalan, men uchun o'ta ham stress bo'lib ketgan paytimda music helps. Music help qiladi. Qanday help qiladi? Sizga tushuntirish uchun yozyapman. Bunaqangi uzun qilib yozmayman. Gap yozmayman men odatda. Stress bo'lgan holatida music help qiladi. Kinda helps me to escape from my problems deyishingiz mumkin. Escape from reality deyishingiz mumkin. Meni haqiqiy dunyomdan chiqishga yordam beradi. Keyin men ko'pincha sing along qilaman, muzikalarni birga kuylayman, faqatgina eshitmayman. Ayniqsa o'zim o'sha favorite playlistim bo'ladi-ku. O'sha playlistimdagilarni men karaoke qilsam, I know men tomog'im og'riydi, lekin maza qilaman. Haligi odamlarga hobbi sifatida bo'lganda, men uchun shunaqa hobbi deb iloji boricha guys o'zingizdan kelib chiqib gapiring. Aldab, nimadir qilib, yo'q narsani hali miyangizga fikr kelmadimi? Voy, bo'ldi, gapirib yuraveraman deb kutmang, 2 minutga yetkazib bera olmaysiz. Men hammasini o'zimdan kelib chiqib aytyapman. Mana, music menga juda ham yordam beradi. Pop musiqlarni eshitaman, chunki ularni yodlashga ham oson. Keyin stress bo'lganimda u как meni problemalarimdan qochishimga yordam beradi, realityimdan qochishimga. Men ko'pincha muzikalarni eshitib qo'ymayman, birga kuylayman. Ayniqsa meni favorite playlistim bor. O'shandagi music, o'shandagi songlarni karaoke qilsam, boshqa boshqacha feel qilaman. Ana, o'zimdan kelib chiqib gapirdim. Endi ikkinchisida when do you listen to music desa, it depends on my mood. Kayfiyatimga qarayman. Masalan, o'ta ham busy bo'lsam, jim o'tirib olib darsimni qilaman yoki qiladigan ishlarim bo'lsa, birinchi o'ringa responsibilitiesni qo'yaman, lekin hafta at the weekends, ya'ni hafta kunlarini oxirida ko'proq muzika eshitishim mumkin deyman. Men o'zimdan kelib chiqib aytyapman. Men o'qimayapman, menga yolg'on gapirishimga hojat yo'q. Voy, to'xta, men o'zim gapiradiganim bo'lsa, vocab ishlata olmas ekanman demayman. Sizda natural bo'lishingiz eng katta plusingiz. And what is the music like in your country desa, biznikida western aytish mumkinmi? Chetni, g'arbni muzikalari вообще ommalashib ketyapti. Anywhere, любой joydan topsangiz bo'ladi buni. Deb turib mana gapirish mumkin. Okay? Shunaqa qilib notes olib ketib olasiz. Notes bu so'zlar, gap emas. Men sizga mana so'zga qarab gapirib berdim. Ana shunaqa bo'lishi kerak. Demak, menimcha tushunib oldingiz. Mana uni o'chirib chiroyli qilib qo'ying. Yoqtirgan muzikami, qachon uni eshitishimni, meni mamlakatimdagi muzika qanaqa. Endi ketamiz. Buni qanaqa qilib bergan? Men o'zim ham beraman. Bittada now I'm going to tell you about my favorite music. Bu eng siyqa chiqqan narsa. Ashni gapirmang, iltimos birinchi gapingiz I'm going to tell you bo'lmasin. I'm going to tell you demaylu guys. Bo'lmaydi. Introduction beraman men odatda, ya'ni intro qanaqa bo'ladi? Ozgina general gapiriladi. Bittada I love pop music because deb ketilmaydi. Generalda qanaqa bergan? Umumiy gapirib ketilgan. Well, to be honest, I can't imagine my life without music. It is something that keeps me sane when things get hectic. Hop, to'g'risini aytadigan bo'lsam, men hayotim muzikasiz tasavvur qila olmayman. Mana bu ishlarim o'ta ham tig'iz bo'lib ketganda, meni aql hushimni joyida saqlab turadigan narsa bu muzika. Keeps me sane. Mana. Bu when things get hectic. O'ta ham tig'iz bo'lib ketadi. Hamma problemangiz yopirilib ketadi. Miyangiz shunaqangi to'lib ketadi. Muzika sal bo'sh qo'yib yuboradi. O'sha holatda yordam beradi. Introda bitta ikkita gap bo'ladi, xolos. Men ham xuddi shunaqa aytishim mumkin. Rostlaganimga I can't imagine my life without music deyishim mumkin. Chunki juda ko'p eshitardim yoki boshqacha aytish mumkin. Well, music played an important role in my life, but not anymore. I'm trying to listen to nimani eshitishga. Listen to different songs less,
as I have to concentrate on my exam. But if I have to talk about my favorite kind of music, deb gapirishim mumkin. Bu ham o'zim haqiqatim. Oldin addicted bo'lib qolganman myuzikka, but hozir emas. Chunki konsentratsiyamni oshirishim kerak, examga fokusni qaratishim kerak, lekin hop mayli gapirishim kerak bo'lsa, dedim, introni berib ketdim. Ana. Tomog'im meni. So, bunda shunaqa deydi. Muzikasi tasavvur qilaman, ishlarim tig'iz bo'lib ketsa, meni sal aql hushi joyida saqlab turadigan narsa bu muzika. My taste in music is pretty diverse. Endi taste degan tam degan emas, did degan. Musiqa borasidagi didim vashshe diverse, xilma-xil. Filmda narsa yoqadi, masalan, bir turklarnikini eshitadi, bir sokin qanaqadir pianino qo'yib oladi odamlar, bir rocklarni eshitadi. Bo'lishi mumkin-ku. O'sha diverse. But if I had to pick, lekin tanlashimga to'g'ri kelsa, I would say I'm really into pop and a bit of indie music. Menga mana yoqmagani uchun o'chirib yuborganman. Sizlar ham buni o'rganishingiz shart emas, bilmayman, tushunmaganman nimaligini. I'm really into pop. O'sha pop muzikka qiziqaman. To be into nima bor? Keyin nimaga pop muzikka qiziqishini gapirib ketadi. I love songs that have meaningful lyrics and melodies that just stick in your head. Ya'ni ma'no, mazmuni bor matni bo'lsa, gapirayotgan nima deyotganini tushunishingiz kerak-da. To'g'rimi? Mazmunli bo'lsa, eshitganingizdan keyin miyangizda aylanaveradigan bo'ladi-yu. Damasa birorta muzikani eshitsangiz, o'sha shu bo'y miyangizda aylanadi. Qayerga borsangiz ham, universitetga borasizmi, uyga qaytasizmi, miyangizda aytayotgan bo'ladi. Xuddi shu narsani berib o'tyapti. Meaningful lyric bo'lsa, melodilari stick in your head bo'lib qoladigan muzikalarni yaxshi ko'raman. Ana. Ta'rif berib ketdi. Whenever I'm stressed or tired, o'sha charchab qolgan yo stress bo'lib qolgan paytlarimda, putting on my headphones and listening to my favorite playlist instantly lifts my mood. Ana shunaqa paytlarda shunday headphone'imni qo'yib olib, yaxshi ko'rgan playlistimdagi muzikalarni eshitsam, sekundda kayfiyatim ko'tariladi. It is like hitting the reset button for my mind. Xuddiki как mana telefoningizni pul o'chib qolsa ham restart degan narsa bor, to'g'ri? Yangilab boradi yoki telefoningizni o'zida ham restart bor, rebootmi nimadir bo'ladi. Xuddi shunaqa reset buttonga o'xshaydi. Xuddi miyam shunaqa berib boradi bu. Вообще cho'tki berganda, qarang buni. Birinchi savolga javob berib o'tildi. Qanaqa muzikani yoqtirasan deganda aytildimi? Da, aytildi. Do generaldan olib kelib aytib o'tib ketildi. Endi ikkinchisi qachon eshitasan deganda, I usually listen to music at different times of the day. Har xil paytda eshitaman. For instance, in the morning I play upbeat songs to start my day on the right foot. Ya'ni, bizda nima bor? Chap tarafim bilan tur deymi deydi, o'shani boshqacharog'i. Kunimni chiroyli boshlash uchun, o'ng oyoqda boshlashim deganda chiqyapti. Upbeat songlar, ya'ni sho'xroq deydi, buni bilmayman, upbeatni o'zbekchasini. Shunaqalarni eshitaman. And at night I prefer something more chill and mellow. Ya'ni sokinroq narsani prefer qilaman kech paytda. Sometimes I even listen while I'm studying or cleaning. It kind of helps me stay focused and makes boring tasks more enjoyable. Ana, studyingda, cleaningda ham eshitaman dedi. Demak, studyingga gapirib o'tdi, stay focusedga yordam beradi, cleaningga aytib o'tyapti, zerikarli narsani enjoyable qilib beradi. Masalan, bitta narsani art kunizcha o'shanga fokusingizni qaratsangiz tugamagandek tuyuladi, lekin muzikani qo'yib olib, muzika bilan birgalikda qilsangiz, uncha sezilmaydi. O'shani gapirib o'tdi. Ana. Prosta men mana bu paytda eshitaman deb qo'ymadi, chiroyli gapirib ketdi. Hammasini in detail yorityapti. Endi mamlakatimiz muzikasi. When it comes to music in my country, endi manonga keladigan bo'lsak, ya'ni when it comes to, I would say pop music definitely takes center stage. Centerni hamma biladi, markazda, ya'ni eng ko'p ommalashgan nima bo'lib turadi? Pop music. Most people are crazy about local pop stars and their songs are everywhere. Ya'ni crazy about them. Juda ham qiziqadi, как jinnisi deydi-yu. O'zimiz mahalliy pop yulduzlariga juda ham qiziqishadi. Ularning muzikalari har joyda. On the radio, in cafes and even at weddings. Ana to'ylarda ham qo'yiladi, to'g'ri. Lately, though, Western music has started to gain more popularity. Lekin oxirgi paytlari chota g'arb muzikasi ham ommalashib ketishni boshladi, especially among young people. Ya'ni yoshlar, teenagerlar orasida degan bo'ladi. Still degani bu yerda boshida, lekin shunga qaramay, baribir deganga tushadi. Still, traditional music holds a special place in many people's hearts, especially during national holidays. Endi har qanaqa muzikalar eshitsangiz ham, masalan, maktabda YKda turganingizda, nima edi? Mendirman o'sha deb turib shunaqa qo'yish beradi-yu. Ular ham baribir boshqacha. Special place bor. Mana holds a special place degani, yuragimizda boshqacha o'ringa ega deganday ma'noni chiqarib beradi. Uchoviga ham cho'tki qilib berib o'tdi. O'zi shularni gapirsangiz 2 minut bo'ladi. Ko'ryapsiz, unaqangi qiyin vokab shart emas. Men bundan ham dabdala gapirganman 69 olganimda. Prosta natural bo'lish kerak odam. Qanaqa gapirishni o'rganib oldingiz. Oxirida mana uni ham aytib qo'ygan. Buni aytmasangiz ham bo'laveradi. So yeah, music for me is more than just entertainment. It is a mood booster, source of inspiration, and sometimes even a form of therapy. Menga prosta bu ko'ngil ochar narsa emas. Bu kayfiyatimni ko'taradigan narsa, meni motivatsiya beradigan bir manbaim. Kerak bo'lsa terapiyani ham bitta turi. Bu shart emas. Ja endi shoiralar bo'lib ketmaylik. No, mana part 2 ga shunaqa yondashsangiz yetadi. Notes muhim, tabiiylik muhim va bitta narsani chaynavermasdan rostakamga ideyalarni berish muhim. Ba'zida odamlar bunday o'ylamaydi-da.
birinchi boshida gapirgan gapini oxirida yana qaytib gapirib qo'yadi. Bu sizga unaqangi zo'r ball olishingizda foyda bermaydi. O'shuning uchun men ko'p gapirdim, men anaqa qildim, men manaqa qildim emas, ma'no mantiq muhimroq rol o'ynaydi part 2da. O'zi hammasida ham shunaqa. So that's it.